19 paragraf. Salib yurushlari. Salib yurushlari bu juda ham qiziq bo'lgan va ma'lumotlari ko'p bo'lgan mavzulardan biri hisoblanadi. Salib yurushlari haqida qisqacha gapirib beradigan bo'lsam, salib yurushlari bu musulmonlar va xristianlar o'rtasida bo'lgan jang hisoblanadi. Buning salib yurushlarining birinchi boshlanishi. Avvalambor birinchi bo'lib salib yurushlari sabablariga keladigan bo'lsak, Quddus shahrini 5 asrdan beri musulmonlar qo'lida bo'lganligi sababli Quddus shahrida Iso payg'ambar, ya'ni xristianlarning xudosi bo'lgan Iso payg'ambarning qabri Quddus shahrida edi. Bunda Urban II 1095-yil Fransiyaning janubidagi Klermon shahrida o'z nutqini so'zlaydi. Bu nutqini so'zlashdan oldin Vizantiya imperatori Rim papasi bilan kelishmasa-da, xristianlar dushmanlari bilan kurashish uchun jangchilar yuborishni so'rab g'arbga murojaat qiladi. Papa Urban IIni topadi. Urban IIni esa Fransiyaning janubidagi Klermon shahridagi cherkovda hammani yig'adi, aholiga e'lon qiladi. O'sha paytda salib yurishlari boshlanishidan oldin Urban II cherkovga yig'ganda, o'sha davrning aholisi otadan qolgan meros katta farzandga qolgan. Kichik farzandlari esa hech narsasiz qolgan. Shu sababli asosan bu cherkovga kichik farzandlar, oddiy aholi, dehqonlar, chorvadorlar yetib kelgan. Qora qullar barchasi bu cherkovga yig'ilgan. Urban II 1095-yilda Klermon shahridagi cherkovda shunday so'zlarni nutq gapiradi. Quddusdagi payg'ambar qabrini musulmonlar ozod etishga chaqiradi. Papa yurishda ishtirok etganlar ularning gunohlari kechirilishi, halok bo'lganlar ruhini jannatga, arshi a'loga tushishini va'da qiladi. Urban II muqaddas yerini, boyliklari va hosildor ekanligini ham eslatib o'tadi. Falastinda sut va asal daryo bo'lib oqishi, Quddus yerini kindigi, jannat makon hosildor yerli o'lka ekanligini ta'kidlaydi. Bu so'zlarni xaloyiq Xudoning irodasi shu, Xudoning xohishi shu kabi hayqiriqlar bilan qarshilaydilar. Bu aholining bunga qo'shilishi bu salib yurishlarining boshlanishidan darak berar edi. Urban II bu salib yurishlarini o'sha davom ettirganda mana bu 65-rasmda Papa Urban IIning Klermon shahrida salib yurishiga da'vat etish jarayonini berib qo'ygan. Bu rasmni ko'rayotgan bo'lsak, Papa Urban II aholiga nutqini da'vat etib, aholini salib yurishlariga da'vat etmoqda. Salib yurishlarining ishtirokchilarining maqsad va vazifalari. Asosan dehqonlar salib yurishlarda qatnashish orqali o'zlarini og'ir hayotdan qutqarib olishi, o'zining yanada hosildor yerlarga, o'zining o'sha oilasini kambag'allikdan qutqarish maqsadida ko'plar o'sha salib yurishlariga qo'shildi. Nafaqat bu salib yurishlariga qo'shilish o'z manfaatlarini o'ylab boyish maqsadida emas, balki bunda salib yurishlaridagi bu xalqlar o'zi asosan o'sha musulmonlar qo'lidan payg'ambar qabri, Iso payg'ambarning qabrini musulmonlar qo'lidan olib qo'yishni maqsad qilishgan edi. Bu Quddus shahri musulmonlarning qo'lida 5 asrdan beri musulmonlar qo'lida edi. Salib yurishlari ishtirokchilarida mana bu 66-rasmda ham ko'rsak bo'ladi. Bu yerda salib yurishchilari o'sha Quddusga qarshi harakat olib borayotgan jarayoni, ya'ni o'sha musulmonlar qo'lidan olib qo'yish uchun otlangan va ularga qarshi jang qilishmoqda. Bugungi darsimiz shulardan iborat. Keyingi darslarda salib yurishlarini yanada davom ettiramiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling.